Hammaga xayrli kun, meni hurmatli va qadrli kuzatuvchilarim. Like bosib obuna bo'lgan kuzatuvchilarimizni energiyalarini olamiz va bugungi kunimizni ko'ramiz. Bugungi kunimiz tarozini pallasini teng tuting hamda bir ehson chiqarishingiz kerakligini aytib turmoqda. Va ayollarimizga ko'radigan bo'lsak, judayam bir shijoatli, qat'iyatli ayol gavdalanmoqda, hattoki sherni bo'ysundiradigan darajada. Va kun davomida yangiliklar, xushxabarlar kelishi kutilmoqda. Qandaydir mayda janjallar hammasi tugadi degan masalalar bor va ketish, tark etish ham bo'lishi mumkin. Oilaviy, kichik tug'ilgan kun, tadbirlar ham bo'lishi mumkin. Mana shu narsalar kutilyapti. Munosabatlarga keladigan bo'lsak, tarozini teng tutishingiz kerak. Judayam qat'iyatli ayolsiz. Bir xushxabar, yangilik eshitishingiz mumkin. Balki kimnidir farzandli bo'lganini eshitishingiz mumkin. Tugadi, bo'ldi, endi qayta tiklanmaydi, endi ketdi degan joyingizda yana uchrashuvlar, yana qaytadan yarashuvlar bo'lishi mumkin. Shunaqa kartalarimiz shunaqa deyapti. Sog' bo'ling sizlar, salomat bo'ling sizlar. Meni kuzatishdan charchamang sizlar. Like bosishni unutmang.